Payg'ambar alayhisolatu vassalom Fatima onamizni uzatdilar. Fatima onamiz radhiyallohu anha Hazrati Rasuli akram alayhisolatu vassalomning qizlari, jigar poralari, rayhonalari. Payg'ambar alayhisolatu vassalom Fatima onamizga ikkita ko'rpa, ikkita yostiq, ozgina nima berdilar? Bug'doy va un berdilar. Shu bilan nikoh sepi tugadi. Payg'ambar alayhisalom avval o'zlari boshlab berdilar. Qanaqa to'y qilishni sahobalarga ko'rsatdilar. Ana bunaqa to'y bo'ladi. Tilla o'yin bo'lsa ham joyi bor. Bu din qiyomatgacha xizmat qilishi kerak dedilar. Qiz uzatishni ham, kelin qilishni ham Payg'ambar alayhisalom sahobalarga o'rgatdilar. Qiz uzatyaptilar, ikkita ko'rpa, ikkita yostiq. Ali radhiyallohu anhu nima dedilar? Yostiqlarni ham ichidagi paxtasi lif edi. Ya'ni xurmoni po'slog'i edi. Paxta bor edi, yumshoqroq bir narsa bor edi, yo'q. Xurmoni po'slog'i. Bo'rtib tursa bo'ldi. Ali radhiyallohu anhu tuproqni yostiq qilib yotdilar. Nima uchun? Yumshoqroq edi-da. Ozgina narsa berdilar, Fatima onamizni turmushga uzatdilar. Fatima radhiyallohu anha, Fatima-i Zahroning avlodi qiyomatgacha sayyidu sadotu eshonlar bo'lib boradi. Ya'ni to'g'ri hayot tamoyilini payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom qo'ydilar. Ana ularga ergashgan ulug'lar, ularga ergashgan yaxshilar ham to'y marosimlarini shunday qilardilar. To'y xursandchilik, to'y mamnuniyat, to'y didor munosabati, to'y yaxshilik fursati, to'y azob, mashaqqat, g'am va g'ussa, qarzga botish, yillar davomida qullik emas.